Avvalambor assalomu alaykum qadrdonlar, aziz muxlislar, bizni tanigan, tanimaganlar, endi tanishmoqchi bo'lgan do'stlar. Bugun mana bir o'zbegimiz ajoyib to'ydamiz, qadrdonlar to'ydamiz. Bizni mana shu O'rta Osiyoda hech kim bir-biriga begona emas. Dilimiz bir, tilimiz bir, ko'nglimiz bir, dinimiz bir degani mana Tojikistondan akamiz bugun mehmonlar Isparadan ha? Ismingizni Esonali. Esonali dedingiz. Ana Esonali akam va albatta O'zbekiston tumani, Beshariq tumanida juda ko'p hofizlar, shoirlar yetishib chiqqan. Mana yaqinda Oxin akani tanlovida, ustoz Oxinjon Madaliyevning tanlovida munosib o'rin olgan, qalblardan munosib o'rin olgan ukamiz Ixtiyorjon Hofiz ukamiz va albatta birga kelishgan administratorlarimiz, odam begonasi yo'q. Mana bu yoqda do'ppida o'tirgan mana do'ppida insonni oling. Mana shu inson, shu inson sababli biz yig'ilib turibmiz. To'yboshi bu inson o'sha qudalar bilan birgalikda nabira to'y qilishyapti. Va albatta yo'llarda mana xalqimiz ajoyib hofizlar. Rahmat. Yaxshi bilasizlar. Rahmat. Asrorbek. Rahmat. Salom. Odam begonasi yo'q. Biz hozir iltimos qildik Ixtiyorjondan, Oxin akamizni ustozi Sirojiddin Said qalamiga mansub bo'lgan afg'on haqidagi qo'shiqlarni aytib bering deyapmiz. Chunki bugun juda ham ko'p afg'onda xizmat qilgan do'stlarimiz ertalar nahor oshga kelishdi. Hali ba'zimga ham kelishadi. Mana shunday to'ylarga yetib kela olmagan do'stlarimiz haqidagi qo'shiq. Marhamat. Rahmat ustoz. Do'stlari kelsa-yu, kelmasa bolam. Do'stlari kelsa-yu, kelmasa bolam. Do'stlari kulsa-yu, kulmasa bolam. Bir baytlari sochim to'zg'atgan shamol hovlida yursa-yu, kirmasa bolam. Bir baytlari sochim to'zg'atgan shamol hovlida yursa-yu, kirmasa bolam. Yaxshi ko'rgan qizi kelib yig'lasa, so'ngra to'y bo'lsa-yu, bilmasa bolam. Yaxshi ko'rgan qizi kelib yig'lasa, so'ngra to'y bo'lsa-yu, bilmasa bolam. Suratdan chiqolmay mo'ltirab zar-zar to'ylar muborak.